Oyoq berdi. Open bullshit. Rayhona beda nima qilyapsan qizim? Uyda ayam bilan dadam romantika qilyapti. Men chiqarib yuborishdi bobo. Onangdan gir. Yurchi baqa, ikkovi o'rtasiga katta sovuqchilik tushiraman. Qish qilib qish. दिल तो पागल है दिल दीवाना है Dil to pagal hai, dil diwana hai. Ana, bu yoqda pagil ekanda Rayhonani chiqarib olib, ha? Ona qizim, xolodilnikka qo'ygan 8 ta pomidorim qani? Dadajon jig'ildonim qaynagani uchun yegandim. Rayhon! Bobojon. Ha, ona qizim Rayhon? Yuringda zo'r joyda boshlandi. Onangdan gir. Yana nimani boshlashdi? Yurchi. मस्त आई नदी Onangni. Ibosiz o'g'lim, boshingga simli ro'mol o'rab olsang yarashardi. Bobojon, kiyimlaringizni qaysi so'mkaga soling? Nimaga ona qizim? Ayam bilan dadam sizni qariyalar uyiga bermoqchi. Men ham siz bilan ketaman. Siz yashamayman bobojonim. Onangdan gir. Sen bor ekansan, men hech qayerga ketmayman. Gazini qo'shamiz billalashib. Bobo! Ha, Rayhona? Ayam bilan dadam sizni aldab restoranga ketmoqchi. Hozir borib mazza qilib ovqatlanamiz. Dadajon o'g'lingizni tishi yomon og'riyapti. Yiringlab ketibdi. Siz ham e'tibor bermaganingizni qarang-da. Yomon og'riyapti dada. Siz yur doktorga. Ha, tishiga o'ryaptimi? O'sha tishingni bir-bir muzlatib og'rimaydigan qilib qo'yaman, tushundingmi? Qizim, sen tepaga chiqib uylar tozalab, musorlar to'kib kelib o'tir. O'g'lim, sen muzdek suvda mashinani mo'yka qil. Tishim og'riyapti-ku dada. Menga pofik, mo'yka qil. Yes!